Alhamdulillahi robbil alamin. Bundan bir yil avval biz Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida G'azo sektorida yetimi bor oilalarga naqd pul yordamlarini ulashish uchun Iffat loyihasini boshlagan edik va biz ushbu loyihani davom ettirib kelmoqdamiz. Bugun ketma-ket 2 yil davom etgan bosqin tugaganidan so'ng G'azo sektorida 56 mingdan ortiq bola yetim qoldi. Ular bu yerda dunyo ozod insonlarining va musulmonlarining yordami va e'tiboriga muhtoj. Biz Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti sifatida ushbu muhim loyihani davom ettirishga qaror qildik. Bu loyiha G'azo sektoridagi yetimlarga muayyan va muhim moliyaviy ko'mak beradi. Bu esa ularga kiyim-kechak, yopinchiqlar, oziq-ovqat va ichimlik kabi o'zlarining zarur ehtiyojlarini sotib olishga yordam beradi. Bu yetimlar boquvchisini yo'qotgan va 2 yil davom etgan urush sabab otasidan ayrilgan bolalardir. Ular ham G'azo sektoridagi boshqa aholi kabi boshpanasiz, chodirlarda yoki vayron bo'lgan uylar ichida yashamoqdalar. Shu sabab Saxovatli qo'llar tashkiloti nomidan va G'azo sektori ichidan turib shuni aytamizki, bu loyiha sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz hamda yordamingiz bilan davom etishi lozim. G'azo yetimlari uchun tayanch va suyanch bo'ling. يتيم فقير وحولي جموع من الفقراء أعيش وحيدا شريدا طريدا غريبا مع الغرباء. Abu Umama roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim Alloh azza va jalla uchun bir yetimning boshini silasa, qo'li nechta sochining ustidan o'tsa, shuncha hasanot yoziladi. Kim o'z huzuridagi yetim qiz yoki yetim bolaga yaxshilik qilsa, men o'sha odam bilan jannatda mana shunday bo'laman dedilar va 2 barmoqlarini yaqinlashtirdilar. فيزداد فوق البلاء بلائي فلا بيت آوي إليه يقيني فمن ذا يجير بكائي يتيم مع الفقراء. Ushbu faoliyatlarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, ekran ostidagi manzillar orqali biz bilan aloqa qiling. Agar moddiy yordam berishga qurbingiz yetmasa, faoliyatlarimizni kengroq tarqating. Videolarimizning ostiga izoh qoldiring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Kim bir yaxshilikka birovni dalolat qilsa, unga amal qiluvchining savobidek ajr yoziladi. Imom Muslim rivoyati. الناس عني بهم خاب ظني وقد أعرضوا عن ولائي أبي أين أنت وأينك أمي رحلتم فحل